Salam dostum. Keşkiniz hayırlı olsun. Anlayotganingiz Nijat FM. Sizning bu g'animat paytlarni mening ovozimni anglashga ajratganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Qadrli dostum. Shuni unutmangki, siz biri bilan tunji ko'rishibla, uning bilan chiqishga ketishingiz noto'g'ri. Albatta, o'zaro tushunganda, aralashganda, ondan qarshi tarafning sizga barabara mos kelayotganligini his qilasiz. Atrofingizda to'y qilishdan qochayotgan kishilarmi bo'lishi mumkin. Bunday kishilarning nazarida to'y qilish, bolalik bo'lish avarichilik. Yoki bo'lmasa, ular o'zini moddiy va ma'naviy jihatda texi tayyorliksiz deb qaraydi. Amaliyotda do'stim, qanday vaqtda kim bilan to'y qilishdan qat'iy nazar, bunday qonuniyatlarni bilib olishingiz zarur. Tanholikdan qutulishga qaraganda namratlikdan qutulish texmi muhim. Yaqinda bunday bir qiziqarli ahvolni bayqadim. Yosh va ancha ko'p pul yo'q do'stlarim muhabbatlashishga, to'y qilishga oldiraydi ekan. Ishi sal cho'ng, oz puli utuq qozongan do'stlarim bo'lsa, keyinroq to'y qilishni o'ylaydi ekan. Keyinroq to'y qilishni o'ylaydiganlarning ajbo tanholikdan qutulg'usi yo'qmidi? Menimcha albatta bor. Ammo ularning o'ylaydigani to'y qilishdan muhim bo'lgan ish. Ya'ni bankaga ko'proq pul omonat qo'yishdir. Ular albatta to'ydan burun pulning ko'ziga qaramay, badxajlik qilib, pulning ko'ziga yog'och tiqqan bilan to'y qilgandan keyin chiqimning ko'payib ketadiganligini aniq biladi. Bunday bir xabarni o'qib, cho'nqur o'yga batdim. Bir ayol to'y qilgandan keyin uyiga qaytib, ota-onasini yo'qlabdi. Hamda 10 million pulni urug' tuqqanlarga qizil bo'laq qilib berdi. Natijada u yo'ldoshining bombasiga qapti. Aslida bu bir juftlar talla bozori ochadigan bo'lib, ikkisi ming bir jafoda birlikda pul topadi ekan. Yo'ldoshining qarashicha, ayolining ota-onasiga vafodorlik ko'rsatish uchun bergan bu 10 ming yuan bek ko'p bo'lib ketgan. Buning bilan er-ayol orasida ixtilof paydo bo'lgan. Shunga yo'ldoshi ochig'iga paylamay ayolni urib solgan. Mening cho'g'an chaqda ota-onamizga vafodorlik bildirish uchun 10 ming yuan emas, 100 ming yuanni ozliq qiladi. Biroq 10 ming yuanni yo'ldoshidan beso'roq ishlatgan bu ayol natijada oila zulmiga uchragan. Ular sizdan so'rab boqay. Namratlikdan qutulish muhimmi? Menimcha albatta muhim. Chunki iqtisoddan iborat bu ul mustahkam bo'lganda, bir oilaning tamoqdan, kiyim-kechakdan, bolalarning xarajidan g'ami qolmaydi. Pulni qo'rqmay hajlikni bo'ladi. Amaliyotda hammamiz oddiy inson. Cho'lponlarga o'xshash nurg'un boyligimizning bo'lishini orzulab ketmaymiz. Biroq hech bo'lmaganda to'y qilib bolalik bo'lgandan keyin o'zimizning turmush sifatini tuvalab ketmasligini umid qilamiz. Shunga pulning kishilarga berilgan bexatarlik tuyg'usi ba'zida muhabbatnikidan xilili ustun desak ortiq ketmas. Muhabbatdan ayrilib qilishga qaraganda xizmatdan ayrilib qilish azoblikmi? Muhabbatdan ayrilib qilish haqiqatan bekli azoblik ish. Biroq uningdan azoblik mundaq bir ish bor. Bir kuni ma'lum bir to'rdoshning menga yozgan xatiga ko'zim tushib qoldi. Uning yashinib qolgan ota-onasi kichik bolasi bor ekan. Ammo u xizmatidan ayrilib qoldi. Yosh chaqlarda u muhabbatidan ayrilib qilishni dunyodagi eng azobli ish deb qaragan ekan. Ammo xizmatidan ayrilgan shu daqiqalarda muhabbatdan ayrilishning hech qanchalik cho'ng ish emasligini his qildi. Shundoq. Amaliyotda xizmatdan ayrilishmi qo'rqinchli ish bo'lib qoldi. Siz oshiqingizdan ayrilgan, ammo xizmatingizdan ayrilmagan bo'lsangiz, undaqda siz yolg'iz sayohatga chiqib, qalbingizni orom oldirgach, qancha yig'lab olsangizmi, tamoman bo'ladi. Afsus,
Agarda xizmatdan ayrilsangiz, bunda qashamatlik holda azoblaringizni yenikilishingizdan so'z etishdas. Shunga gayda ishsiz qolgandan ko'ra, oshiqsiz qolgan tuzuk. To'y qilishdan ajrashish oson. Kishilar deydi, to'y qilish bek oson, nopos daftarini ko'tarib, qo'l tutishib xalq ishlari idorasiga berib, to'y qida olsaqlar, mana shu biz uchun eng cho'ng xushallik deb. Biroq, rostini aytganda, to'y qilish ajrashishdek undoq oson emas. Ayolning bir-biridan ro'y yolg'anda, advokatdan birni tepib, mol-mulkni bo'lishib ajrasa bo'laverdi. Biroq, oltin uzukka yoqut ko'z qo'ygandek, jipi-jipi bilan to'ylishish ba'zi mushkul. Qaysi bir filmda muvofiq kamera izlash to'g'risidagi hikoyalar so'zlangan. Filmda olimlar bir xil aqliy iqtidorlik sistemini tadqiq qilib chiqadi. Bu sistema bilan muhabbatlashish, to'y qilishdek cho'ng ishlarni hal qilg'ili bo'ladi. Bu sistema sonliq ma'lumotlarga asosan ishlab kuchiga 99.8% mos keladigan hamroh tepib berdi. Navoda rostli shundoq bo'lsa edi, vaqtni, kuchni, zehnni pulni tejab qog'ili bo'ladi. Ammo mashina yanada mashina. Uningda insonga o'xshash mol hissiyot nima qilsin? Afsus, natijada 99.8%lik nisbat bilan tepib berilgan hamrohmi yanada ishlab kuchining betiga yoqmaydi. Demak, betingizga yoqadigan eng muvofiq hamrohni tepish yanada shu ko'niga. Ya'ni ba'zi mushkul. Undaqsa o'zingizga mos keladigan birni tepish rostli shunchalik tasmi. Odatda imtihonga tanlash savolida berilgan 4 javobdan to'g'risini tanlab yozishmi tasvish. Shundoq turug'liq, son-sanoqsiz kishilar orasidan o'ziga mos keladiganini tepishning qanchalik ta'sirligini demisanmi bilib bo'ldingiz qachon. Biroq masala shuki, siz o'z nazaringizda menga mos keldi deb tanlagan shu kishi sizni o'ziga mos keldi deb qaramasa, bu tirishchiligingiz yanada ko'pikka aylanadi. Balkim siz qarshi tarafning jo'ri tanlash o'lchamiga tushmasligingiz mumkin. Shunga deymiz, ajrashishga qaraganda to'y qilish xeyli tas. Ajrashganda hech bo'lmaganda ko'ngilda qanchalik mol-mulkka ega bo'laman, balani men boqandim yo'q degandek son bo'ladi. Albatta, bu savollarning javobimi oxirida oydin bo'ladi. Lekin to'y qilish uchun tanlaydigan muvofiq kishi abstrakit, muhim va tutqili, ko'rgili bo'lmaydigan nishon hisoblanadi. Shunga do'stim, oldirma. Lekin yana menga butunlay mos keladigan biri oldimga keldi-ku deb xomxiyol suribmi o'ltirayverma. Shuni bilib yetingki, bir-biriga mos keladigan kishilar hargizmi bir ko'rishibla bir-biriga mos kelib qolgan emas. Buning uchun yanada vaqt ajratish, hissiyot yetildirish, o'zaro tushunish hosil qilish kerak albatta. Odam aqlni topganda muhabbatga nima yasson deb shuar to'g'lamas bo'ladi ekan. Balki bankiga omonat qo'ygan pullarni ko'paytirish, o'z qimmatini yoritish, jinini jon etishga zarur bo'lgan qobiliyatni bildirish, qisqasi, to'y qilish uchun lozimlik bo'lgan hammani tayyorlash uchun tirishadigan. Shunga do'stim, faqat rasmiyat uchun bo'lmasdan turmushga astoydillik bilan muomala qilish. Maydoningizga kelib, puldan qisinmay, ishsizlikdan g'am qilmay, azob o'tida puchilanmay yashash uchun to'y qiling. Bo'ldi. Bugungi bayonlarimni musharda oxirlashtirdim. Yaxshi tushkur.